Assalamu alaykum Gulchira xanım qizlar, o'qib turib pishiriq sonimiz kelgan qadamlarga marhaba. Bugungi o'tmoqchi bo'lgan darsimiz limon tamlik mandalina. Buning kerak materiallar 150 gram un, 100 gram shakar, 2 tal tuxum, 1 tal limon po'sti, 100 gram eritilgan sarmay, ondan ko'ptirgich kichik bir qo'shiqqa shu sarmayni qaynoq suv chilab eritamiz oldindan, to'liq eritamiz. Yoki duxovkada yoki o't eritib olsangiz bo'ldi. Oldi bilan quruq bir qachimizga tuxumni chaqib olamiz, ondan ustiga shakarni solamiz, buni bir aralashtirib olamiz oldi bilan. Ondan ustiga shu qirib tayyorlab olgan limonning postini solib yaxshi aralashtiramiz. Ondan un bilan ko'ptirgichni bir qachra aralashtirib olgandan keyin ondan buni elgakdan o'tkazib, shu suyuqligimizga solamiz. Suyuqlik solib 3 yoki 4 qatimga bo'lib solamiz. Unni solgandan keyin davomli qo'l chalg'ish bilan aralashtirib olamiz. Azroq quyilishga boshlaganda 4 paliq bilan aralashtirib olsak bo'ldi. Mana bu holatda shu unni yaxshi aralashtirib olamiz. Buni aralashtirib bo'lgandan keyin ondan uni to'liq yeb bo'lgandan keyin eritib tayyorlab olgan sarmayni 2 qatimga bo'lib solib aralashtiramiz. Sarmayni solib shu holatda yaxshi aralashtirib, to'liq yegizib bo'lgandan keyin ondan bu xamirimiz tayyor bo'lgan bo'ldi. Ondan ustini bo'shammo bilan chang o'rab, to'g'natqini sovuq saqlash bo'limchisiga solib, 10 minutdan 15 minutgacha turg'izib ondan olamiz.